بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah bugünden başlap Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni siyratlarini o'qib o'rganishni boshlaymiz. Mana shu darsimizni boshidan Alloh subhanahu va taolodan avvalo mana shu ishda ixlosni berishligini, ixlosni ato qilishligini so'raymiz. Hamda husni qabul qilishini so'raymizki, agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, amal har qancha katta bo'lmasin, qiyomatda insonni ziyoniga ishlab qoladi. Siz bilan bizga Alloh taolodan sabr tilaymiz, davomiylik tilaymiz hamda Nabiy sollallohu alayhi vasallam hayotini o'qib o'rganib, undan ibrat olib, hayotimizga tatbiq qiladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Alloh taoloning bir fazli marhamati bilan o'zidan madad so'ragan holda boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni yerga tushirgan kunidan boshlab uni o'zini holicha tashlab qo'ygan yo'q. Dunyoda saodatli hayot kechirishligi hamda o'zini asl vatani bo'lgan jannatga qaytib borishligi uchun qanday ko'rsatma, qanday qo'llanma, yo'llanma kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zini huzuridan bundurularni tushirib turdi. Va mana shu payg'ambarlarning silsilasining oxirgisi bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga 23 yil mobaynida mukammal shariat Qur'onni nozil qildi. Hajjatul Vadoda turarkan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi oyatlardan shu nozil bo'ldiki, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun diningizni mukammal qildim. Ne'matimni to'liq qildim va islom sizlarga din bo'lishligiga rozi bo'ldim. Mana shu kundan boshlab shariat islomiyamiz mukammal bo'ldi. Qur'onda yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida qanday buyruqlar, ko'rsatmalar bo'lsa, yoki qanday qaytarishlar bo'lsa, bularni musulmon kishi bajarishligi shart bo'ladi. Endi savol, shu ko'rsatmalarni bajarishlikdan maqsad nima? Jannat deymiz, qiyomatda sharmanda bo'lmaslik deymiz. Maqsadlarning maqsadi, g'oyalarning g'oyasi Alloh taoloning diydorini ko'rishlik. Niyatimizni boshdan to'g'ri qilib olaylikki, maqsad jannatga kirish emas. Alloh taoloning diydorini ko'rgandan keyin jannatiylar bu jannatdagi ne'matlarni hammasini unutishadi. U ham maxluq jannatdan. Salamun qawlan min robbir rohim. Jannatiylar shunday bir jannatdagi ne'matlarga ko'milib rohatlanib turganida Parvardigorini yuzini ko'radi ular deydi. Allohning yuzini ko'rishlik maqsad. Maqsadimiz eng oxirgisi oliysi shu. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning suhbatida bo'lish hamda Alloh subhanahu va taoloning jamolini ko'rishlik. Mana shu yo'lga qanday e'tiboramiz? Bu xususda hammaning o'zining fikri bor. O'zini ilmi, dunyo qarashiga qarab turib, hammani o'zini tutgan yo'lini o'zi to'g'ri deb bilaveradi. Shunday toifalar bor. Bizga Qur'onda o'zi yetadi deganlar bor. Kofir bo'ladi. Agar sunnat kerak emas, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotini o'rganishlik shart emas, bizga Qur'on o'zi yetadi degan odam bo'lsa, bu odam kofir bo'ladi. Ochiq aytamiz. Sunnat payg'ambar zamonida kerak bo'lgan, hadis desang, qandan bilasan shu hadis imonni payg'ambar aytgani deydi-da, shu gapi bilan sunnatni inkor qilib turib kofir bo'lib ketadi. Agar Qur'on bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotini o'rganishlikka kirishlikdan avval aytiladigan gaplar juda ko'p. Bu faqat bir o'qib o'rganib qo'yadigan tarix kitobi emas. Siz bilan bizga kunlik hayotimizda kerak bo'ladigan ibrat namuna. Allohning roziligiga yetkazadigan yo'lni qanday topamiz? Qur'on agar Alloh taoloni insoniyatga tushirgan manhaji, yo'llanmasi, kitobi, kalomi bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu kitobni o'zini hayotida amaliy suratda ko'rsatib bergan. Mana ko'p axloqlar haqida eshitganmiz. Musulmon kishi unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak, mana sifatlardan tiyilish kerak, juda ko'p bilamiz. Endi bir savol tug'iladiki, agar mana shu sifatlarda hammasi bitta odamda jamlansa, qana odam bo'larkin shu odam? Hech kimdan qo'rqmasa, faqat Allohga suyansa, faqirlikdan shikoyat qilmasa, issiq sovuqda ming'illamasa, qo'li ochiq bo'lsa, xotinlarga zo'r muomala qilsa,
bola chaqaga zo'r tarbiya bersa, tijoratda yolg'on gapirmasa, qarab turib, qana odam bo'larkin shu odam degan fikr keladi. Bilaylikki, ana shu odam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Hayotda qanaqa o'rni bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mukammal suratda siz bilan bizga namuna bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlik Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Bu ibodat. Bu ibodat. Fama atakumur rasul fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam sizlarga nimani bergan bo'lsa, nimani olib kelgan bo'lsa, uni olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa, qaytinglar. Allohning buyrug'iga labbay deb javob beradigan bo'lsak, payg'ambarimizning buyrug'iga itoat qilishimiz kerak. Ana shu biz aytayotgan sunnatni kerak emas deyotgan yoki Qur'onni o'zi bizga kifoya qiladi deyotgan odamlar yaxshilab eshitib qo'ysinki, Alloh taolo ana shu Qur'oni Karimda aytadi: Astagfirullah, qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum. Ey Muhammad alayhisalom, ayting o'shalarga, ya'ni bizga, boshqalarga, agar sizlar haqiqatan Allohni yaxshi ko'rishlik da'voinglar rost bo'lsa, menga itoat qilinglar deb ayting. Alloh taolo aytayapti, meni yaxshi ko'rsanglar, menga iymon keltirgan bo'lsanglar, Muhammad alayhisalomga ergashinglar deb buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizni buyuriydi payg'ambarimizga ergashishlikka. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseeran. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan, Allohdan va qiyomatdan umidi bo'lgan hamda Allohni ko'p eslagan kishilar uchun Muhammad alayhisolamning hayotida ibrat namuna bor. Ertalabdan kechgacha radioda, televizorda bizga kumir bo'laman degan odamlarning son-sanog'i ko'payib ketgan. Alloh taolo aytayaptiki, sizlarga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan yagona kishi Muhammad alayhisalom. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday mazmunda hadislar keladi, kim qaysi bir qavmni yaxshi ko'rsa, qiyomatda shular bilan birga bo'ladi. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlik bilan nimaga yetishamiz? Bizga nima bor? Bir odam bir yangi ko'chaga yursa, birov yurmagan yo'lga bir yuradigan bo'lsa, katta uzoq masofaga, qayerda qanaqa bir burilishi bor, qayerda qanday o'ydim chuquri bor, qayerda pasti bor, barati bor bilmaydi. Juda ehtiyot bo'lib, qo'rqib yuradi, baribir katta chuqurga tushadi. Chunki notanish yo'l. Tez yuradi. Endi hamma yurgan yoki avvaldan yurib tajriba qoldirilgan, hamma bilgan yo'lga yurishi unga osonroq bo'ladi. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qoldirib ketgan yo'lda mahkam ushlab yuradigan bo'lsak, qoqilmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Taraktukum ala mahajjatil baydo layluha kanahariha." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men sizlarni deydi, o'zimdan keyin shunday bir yo'lga qo'yib ketyapmanki, bu yo'lni tuni kunidan ko'ra yorug'roq" deydi. Ya'ni payg'ambarimiz qoldirib ketgan yo'lda qorong'ulik yo'q. Kundek ravshan, tun bo'lmaydi bu yo'lda. Bu yo'ldan deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, faqat Alloh adashtirganlargina ana shu adashmasligi uchun, payg'ambarimiz mana shunday qoldirib ketgan yo'lida yurishligi uchun u zot sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishimiz kerak bo'ladi. U zotning hayoti biz uchun nima? Biz uchun nima? U zotning hayotini tug'ilib vafot etgunga qadar bo'lgan 63 yillik hayoti, xususan mana shu 23 yillik payg'ambarlik hayoti bizga dars va ibrat. Shijoatli bo'lishlik, noumid bo'lmaslik xususida darslar. Buyuk axloq haqidagi darslar. Haqni himoya qilishlik, haqda mustahkam turishlik haqida darslar. Alloh yo'lida sarf-xarajat ehson qilishlik, kuch sarflashlik haqidagi darslar. Idora xususidagi darslar. Oilani bir idora qilishlik darslari hamda ummatni yuksaltirishlik uchun bo'lgan kerak bo'ladigan dars ibrat namunalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hammamizga ma'lum mashhur Arab jazirasida, Makka mukarramada Quraysh qabilasida dunyoga keldi. Biz hali tafsilotlarga kirmayapmiz. Biz fazilat haqida gaplashyapmiz hozir. Yetim bo'lib tug'ildi. Tug'ilishi bilan yetim bo'ldi, chunki onasining qornida 2 oy homilador paytida otasi vafot qildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka-ukasi yo'q. O'g'il farzandlari yo'q. O'qishni yozishni bilmaydigan, bir-birini bir og'iz so'z uchun qirib tashlashga tayyor bo'lgan, johil, urug'chilikda, qabilachilikda mahkam ushlagan, cho'pon bo'lgan, qoloq bo'lgan xalq o'rtasida dunyoga keldida 23 yil muddat ichida mana shu qoloq bo'lgan, qo'y hidi kelib turgan, tarqoq bo'lgan bir millatni,
bir xalqni dunyoga ustozlik qiladigan ummat darajasiga ko'tarib olib chiqdi. Tarixda bunaqa qisqa muddat ichida bunday ummatini yuksaltirgan kishi bo'lgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborilgunga qadar insoniyat tarixi bir boshqacha ko'rinishda edi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelgandan keyin esa tarix boshqatdan yozildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ta'limoti keng tarqadi. Arablar yuksaldi. Fors va Rumni yengishdi, Fors va Rumni. Yevropa ham musulmonlardan ilmni o'rgandi. Yevropaning uyg'onganiga 600 yil bo'lgan bo'lsa, birodarlar, bu ummat uyg'onganiga 1400 yil bo'lyapti. Islomiy ta'limot, islom olib kelgan ilm tufayli Yevropa uyg'ondi. Insoniyatni ustiga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limot yangi tushunchalarni olib keldi. Haqiqat, hurriyat, adolat, tenglik, erkak va ayol o'rtasidagi bir tenglik, qulning haqqi, yetimning haqqi, yosh bolalarning haqqi, bularning barchasi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yangi tushunchalar edi. Tarixda buyuk insonlar ko'p bo'lgan. Lekin bularning buyukligi ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir sohada rivojlangan, o'lganidan keyin 50 yil, 30 yildan keyin ular esdan chiqib ketgan. Ularning insoniyatga ta'siri o'zi yashagan davrda bo'lgan xolos. Iskandar, Arastu, Aflotun, Volter, Napoleon, Shakespeare va hokazolar. Endi bular Shakespeare she'rda, ana shu shoirlikda taratdi dong'ini dunyoga, shu sohadan nariga o'tolmadi. Napoleon bir harbiy qo'mondon sifatida ko'zga ko'rindi, o'zini davri o'tdi, shu bilan tarix kitoblarida qog'ozligicha qoldi, hayotga ta'sir o'tkaza olmadi. Bir filosofiyada Aflotunlar, shu falsafada dunyoga talindida bo'ldi. Boshqa sohada ular bizga ibrat bo'lishlikka yaramadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga ibrat namuna deb aytdik. Biz payg'ambarimizning hayotini o'qir ekanmiz, mana shu yerda necha xil odam o'tirgan bo'lsa, umuman yer yuzida qanandaqa toifada odamlar yashayotgan bo'lmasin, albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga ibrat bo'lishiga yaraydi. Payg'ambarimizga Alloh taolo hamma yaxshi sifatlarni jamlab berdi shaxsiyatida. Hatto payg'ambarlarning hammasida yo'q bu sifat. Masalan, payg'ambarlarning hammasiga biz iymon keltirganmiz. Ularning hammasini o'zimizning payg'ambarimiz deb yaxshi ko'ramiz. Iso alayhisalom olaylik. Bizga mukammal suratda ibrat namuna bo'ladimi? Biz yaxshi ko'ramiz Iso alayhisalomni. Ruhulloh deymiz, alayhissalom deymiz ismi aytilganda. Lekin shu zotning hayotini o'rganadigan bo'lsak, u kishini kim deb taniymiz? Uylanmagan, bo'ydoq, taqvodor, dunyodan behojat, mahkum bo'lgan bir banda. Ota sifatida ibratlikka yaramaydi, chunki ota bo'lmagan. Rahbar sifatida ibrat bo'lishiga yaramaydi, rahbar bo'lmagan. Jamiyatda bir ish yurituvchisi sifatida ibratlana olmaymiz. Chunki u kishi faqatgina boyaga aytganimizdek uylanmagan, dunyodan behojat, taqvoli, xudojo'y, mahkum oddiy odam sifatida bizga ma'lum bo'ladi. Yoki Sulaymon alayhisalom olaylik. Sulaymon alayhisalom bizga qanaqa ibrat bo'ladi? Odil podshoh, shokir boy. Lekin kambag'al sifatida ibratlana olmaymiz. Kambag'al bo'lmagan Sulaymon alayhisalom. Mahkum oddiy fuqaro sifatida ibratlana olmaymiz. Podshoh bo'lgan, podshoh bo'lgan. Och qolgan, qiylangan, zaif holati bo'lmagan Sulaymon alayhisalom. Demak, bu payg'ambarlarni hammasi bizga hayotda mukammal ibrat bo'lishiga yaramaydi. Ma'lum bir sohaga yaraydi, bo'ldi shu bilan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamchi? Biz nimani o'qishlikka, nimani o'rganishga kirib ketayotganimizni bilib olaylik. Yer yuzida qanaqa yaxshi axloq bo'lsa, hammasi Muhammad alayhisalomda bir vaqtda o'zida jamlangan. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa, payg'ambarimizda birortasi ham bo'lgan emas. Shunday odamni taniymizmi? Shunday kishini taniymizmi? U kishini tanishligimiz u kishiga bo'lgan muhabbatimizga sabab bo'ladi. Muhabbatimizga sabab u zotni tanishlik, agar yaxshi ko'rmasak, iymonimiz komil bo'lmaydi. Biz nimani o'qishga kirishayotganimizni qadrini bilaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va walidihi wan nasi ajma'in." Mana hamma o'zini iymonli deb biladi. Mana hozirgi aytilgan hadisga quloq solaylik-da, o'zimizni o'lchaylik kimligimizni. Sizlardan bittanglarga men otasidan ham, bolasidan ham, jamiki insonlardan, hatto boshqa rivoyatlarda o'zini jonidan ham ko'proq men sevimli bo'lmagunimcha
bu odamning iymoni komil bo'lmaydi dedi. Biz hammamiz o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz otamizni, bolamizni yaxshi ko'ramiz. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni u zot bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olmaymiz? O'ylanib ko'rganmizmi? Tanimaymiz-da. Tanimaymiz u zotni. 30 ga kirgan bolani endi kuch-quvvatga to'lib, aql-hushi joyiga kelib, pul topadigan bo'lib, hayotda bir tikka turib olgandan keyin bir odam keldi-da, "Bolam, seni haqiqiy otang men bo'laman. Bu odam seni boqib olgan. Qiylangan paytimizda majbur tashab ketganmiz. Bu odam seni boqib katta qilgan" dedi. Hali boqib katta qilgan deyilgan otasini oldiga borib so'radi, haqiqatan tan oldi. "Mana shu odam seni otang, tashab ketgan, biz boqqanmiz" dedi. Bu o'gayligi, bu o'zini otaligi ma'lum bo'ldi. Shu odam meni otam ekan degan ma'lumot kallasiga kirishiga otasiga muhabbatli bo'lib qoladimi? O'zini otasiga? Yo'q. Kimni yaxshi ko'radi? Boqqan otasini-da, tanigan otasini-da, yaxshilik qilgan, parvarish qilgan, kasal bo'lganda qaragan, och qolganda qoni to'yg'izgan, kiyintirgan, yaxshiligini tanigan otasini yaxshi ko'radi o'gay bo'lsa ham. Xuddi shunga o'xshagandek, biz nimaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'ra olmayapmiz desak, biz tanimaymiz-da u zotni kimligini. Bizga qanaqa yaxshilik qilib ketganligini, u zotni kimligini biz bilmaymiz-da, shuning uchun yaxshi ko'rmayapmiz. Shuning uchun iymonimiz mukammal bo'lmaydi biz. Mana shu nuqsonni yo'q qilishlik uchun payg'ambarimiz tarixini o'rganamiz. Mana ikkita payg'ambar hayotini aytdik. Iso alayhisalom va Sulaymon alayhisalom. Endi payg'ambarimizga qaytamiz. Payg'ambarimiz onasining qornida 2 oylik yetim bo'ldi. Tug'ildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka uka yo'q, opa singil yo'q, yagona farzand. Bir mamlakatda eng oliy maqom shu davlatda rahbari bo'lishlik bo'lsa, 100-tabaqa desiz, eng pasti shu yetimlik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu yetimlik bilan podshoh bo'lishlikka bo'lgan 100 ta tabaqa bo'lsa, 100 ta etaj bo'lsa, hammasini bosib chiqqan. Payg'ambarimiz yetim bo'lgan, kambag'al bo'lgan, birovning uyida o'tirgan, birovning qo'lida yashagan, cho'ponlik qilgan, savdogarlik qilgan. Qo'yingki, bitta katta bir mamlakat rahbari bo'lgunga qadar qanaqa etap bo'lsa, bizning tilda hammasini bosib o'tgan. Boylar bor oramizda. Tug'ilganda otasi boy bo'lgan, kambag'allikni ko'rmagan, kambag'al bilan muomala qilishni bilmaydi. Tug'ilib otasini ko'rganlar ko'p. Endi otasini tanimasdan yetimligida, kichkinagida o'lib ketgan. Yetim bo'lib o'sganlar bilan muomala qilishni albatta otasi borlar bilmaydi-da. Uni ko'yini qanaqa yarimtaligini, unga qanaqa gap, og'ir qanaqa gap yengil kelishligini bilmaydi-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma bosqichni bosib o'tgan. Opa dadasining qo'lida yetim qoldi. Opa dadasi o'tganda amakisining qo'lida qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetimlikda hamma achchig'ini ko'rdi. Faqir ham bo'ldi, boy ham bo'ldi, rahbar ham bo'ldi, zaif ham bo'ldi, kuchli ham bo'ldi. Qanaqa bosqich bo'lsa, hammasini bosib o'tdi. Biz tanimizmi shu zotni? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishligi bilan faqirlikka sabr qildi, quvvatga sabr qildi, hokim bo'ldi, mahkum bo'ldi. Xilma-xil toifa bilan gaplashdi. Yahudlar bilan, nasroniylar bilan, arablar bilan, xilma-xil qabilalar bilan jang qildi. Hatto eng qudratli bo'lgan Fors va Rum bilan urushdi, ularni yengdi. Payg'ambarimiz sahroisi bilan ham, madaniyat ko'rgani bilan ham muomala qildi. Mukammal inson bo'lgan. Payg'ambarimiz bobosi Abdulmuttolibning qo'lida yashar ekan, Abdulmuttolibni Ka'bani oldida solingan bir o'zini o'rindig'i bo'lardi. U yerga faqat Abdulmuttolib o'tirardi. Ana shu 4 yashar yoki 5 yashar Muhammad yugurib kelib o'tirib olsa, sollallohu alayhi vasallam, amakilari tur o'rningdan, boboyini joyiga o'tirmagan. Abdulmuttolib chiqquncha hatto o'g'illari ham o'tirmasdan tikka turar edi. Lekin bu nevarasini, bu nabilasini Abdulmuttolib shunday yaxshi ko'radiki, tep qo'ylardi. O'tiraversin derdi. O'tiraversin, bu bolam buyuk odam bo'ladi derdi. Bobosini yon boshida o'tirib payg'ambarimiz bobosi podshohlar bilan qanday muomala qilyapti? Qabila boshliqlar bilan qanday muomala qilyapti? Elchilar bilan, savdogarlar bilan qanday muomala qilyapti? Go'dayligini o'rganib olgan. Shuning uchun payg'ambarimiz mukammal inson deb aytamiz. Yetimga qanaqa muomala qilishni bildi. Podshohga qanday muomala qilishni bildi. Biz tanimizmi u zotni? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy bo'lganida boylarga ibrat bo'ladigan ishni qildi. Bir vodiy qo'y keldi o'ljaga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu kuni hammasini tarqatib tashladi.
Boylarga ibrat bo'ldi. Faqir bo'ldi, och bo'ldi. Ochligidan qorniga tosh baylab yurib bitta odamga shikoyat qilmadiki, faqirlarga ibrat bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuk fotih sifatida ibrat bo'ldi. Makka ahli 13 yil Makkada keyinchalik qilgan dushmanligini, adovatini payg'ambarimiz ularni yengib, qo'lida muzaffar qilishi turgan paytida Makka ahlini hammasini yig'ib turib, endi men sizlarni nima qilaman bilasizlarmi dedi. 13 yil payg'ambarimizga aziyat berishdi. 13 yil sahobalarni qiynagan mushriklarni payg'ambarimiz ustida 10 ming qo'shin bilan keldi, qo'lida qilish turibdi. Intiqom olishga haqli bo'lib turgan joyda, mana aytdik, mag'lub bo'lganda sabr qilish oson. G'olib bo'lganda sabr qilishlik qiyin. Mag'lub bo'lgan odam iloji bo'ynini qisib ketaveradi, nima qila oladi boshqa? Endi qo'lida hukm bo'lganda, jazosini berishi mumkin bo'lgan paytdagi kishiga payg'ambarimiz ibrat bo'ldida, Axun Karim, Ibn Axin Karim deyshganda, antumut tulaqo, ozodsizlar ketaveringlar dedi. Shu bilan payg'ambarimiz ana shu dushman bo'lgan Qurayshni qalbini ulfat qildi o'ziga. Ana birodarlar ibrat. Bizga bunaqa ibrat qayerda bor? Biz taniymiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam er sifatida mukammal inson edi. Butun ummatni tashvishi yelkasida turib, ikki dunyoda ham yelkasida turgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'chadan kelganda xotinlariga shirin so'z gapirgani ham topar edi so'zni. Nabiylarni yelkasiga o'tkazib, ot bo'lib yurib berishlikka ham toqati bor edi, vaqti bor edi. Bizda bormi shu narsa? Men ishlab keldim, men charchab keldim. Bor, o'z senlarda yuribman ko'chada, uyda ichida amaliy. Odamlar bilan men kurashib yuribman ko'chada. Uyga kirsam nima qilaman? Kurashamanmi deb turib chiroyli gaplar bilan nari qilamiz bolalarimizni. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday tashvish yelkasida bo'lib turib payg'ambarimiz xotinlarga yaxshi gapirish emas, hatto uy ishlarini idora qilishida payg'ambarimiz yordam berdi. Hatto yamoqlarni o'zi tikkan. Birodarlar, o'ylab ko'ringlar, qachon yamoqni o'zi tikkansiz? Ha desa katta odamsizlar. Yamoq tikasizsiz. Shu yoshga kelib turib, siz payg'ambarimizni qarang, nima ish qilganligini, endi o'zingizni kimligingizni ko'rib qo'ying. Biz taniymiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odam bolasi dunyoga kelib vafot etguncha Allohning rizosiga yetishlik uchun qanday namuna, qanday qo'llanmaga muhtoj bo'lsa, hammasini payg'ambarimiz mukammal suratda hayotda qoldirib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto dushmanlarning ko'zida ham buyuk inson edi. Hiraql, Rumning podshohi, uni yurtiga kelgan Qurayshdan bir to'p savdogarlarni kelganligini xabarini eshitdi-da, menga chaqirib kelinglar dedi. Abu Sufyon ibn Harb Quraysh qabilasidan. Qurayshning eng katta oqsoqoli o'sha davrda. Payg'ambarimizga eng qattiq bo'lgan dushman Hiraql, men sendan dedi, menga unga nasab jihatdan Muhammadga yaqinroq bo'lgan kishini olib kelinglar menga dedi. Ya'ni Muhammad haqida bilmoqchiman dedi. Eshitdi Rum sultoni ham. Abu Sufyonni o'tkizdi. Abu Sufyon aytadi, yolg'on gapirib Muhammadni yomon ko'rsatgim keldi deydi. Lekin arablarning sayyidi yolg'onchi ekan degan gapni xohlamadim deydi. Uning ustiga Hiraql Abu Sufyon bilan birga kelganlarni bir qator qilib o'tkazdi. Agar men savol berganimda Abu Sufyon noto'g'ri javob bersa, orqadagilar ishora qilib qo'yiladi dedi. Tushunarlimi? Bittasi bunday qildimi, demak qolgani yolg'onchi degani. Mana shu dushmanlarning ko'zida ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuk edi. Hiraql so'radi. Nasl nasabi qanaqa sizlarda oranglarda? Endi bu javob berayotgan kishi hozir biz faqat yaxshi ko'rgan kishilarning gapini gapirgan bo'lsak, eng yomon ko'rgan kishi gapiryapti payg'ambarimiz. Nasl nasabi nihoyatda bir oliy bo'lgan kishi dedi. Hiraql so'radi. Yolg'on gapiradimi? Abu Sufyon yo'q dedi. Xiyonat qiladimi dedi. Abu Sufyon yo'q dedi. Uning ashablari ko'payib boryaptimi, ozayib boryaptimi? Ko'payib boryapti dedi. Uning dinidan biror kishi qaytdimi dedi. Yo'q dedi. Hiraql nimaga buyuradi sizlarni dedi. Abu Sufyon javob berdi, namozga, rostgo'ylikka, iffatga dedi. Dushmanini payg'ambarimizga berayotgan bahosi. Shunda Hiraql agar bu sifatlarni o'zida jamlagan bitta inson bo'lsa dedi, tez kunlarda mana shu oyog'imni tagida turgan yerga hukmronlik qiladi dedi. Ya'ni bu buyukligini Hiraql bildi, ko'rdi. Biz hali payg'ambarimiz hayotiga kirishganimiz yo'q. Biz nimani o'qiyotganligimiz, nimani o'rganishimizni bilib olaylik qadrini. Tarixda buyuk insonlar bor.
Har bitta buyuk inson ma'lum bir sohada, ma'lum bir maydonda, ma'lum bir vaqtda buyuk bo'lgan, keyin o'chgan buyukligi. Zo'r sportsmen, zo'r doktor, zo'r shoir, zo'r qo'shiqchi va hokazo. Ma'lum bir sohada bo'ldi, tugadi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayoti-chi? U zot jang maydonida tinchlikda buyuk kishi edi. Buyuk ota edi. Er sifatida, inson sifatida buyuk edi. Axloqi buyuk edi. Hech qachon payg'ambarimiz o'zini shaxsiyati uchun birovdan intiqom olmagan. Shaxsiyati uchun birovni so'kkan emas, birovni jazolagan emas. Hech qachon ayol kishini urgan emas. Hech qachon xiyonat qilib yolg'on gapirmagan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hattoki payg'ambarimizning axloqini ko'ring, cho'q qilaverligini. Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh payg'ambarimizga juda qattiq dushman bo'lgan. Ichida xiyonatni yashirib turgan bo'lsa ham, kelib payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, men senga iymon keltiraman" deb qo'lini cho'zdi. Payg'ambarimiz uning iymonini qabul qilishni xohlamadi. Sahobalardan bittasini otasini o'ldirgan edi. Ana shu sahobalardan bittasi turibdi, o'sha o'lgan kishini bolasi. Qo'lini cho'zibdi, payg'ambarimiz shunday teskari qaradi. "Ey Muhammad, men senga iymon keltiraman" deb ikkinchi marta dushmani bilan qilyapti muomalani, birodarlar, ko'rib qo'yinglar. Ikki marta, uchinchi marta payg'ambarimiz qo'lini ushlab bay'atini qabul qilib chiqib ketgandan keyin achchig'lari kelib aytdiki, "Ichinglarda birorta bir roshid kishi yo'qmi?" dedi. Yuzimni bir necha marta teskari qarab olganimdan, buni payg'ambarimiz iymonni qabul qilishni xohlamayapti. Seni otangni o'ldirgan edi, olib chiqib qasosini olmaysanmi? Tushunmadingmi shuni dedi. Deganda sahobalar: "Ya Rasululloh, shu sezmay qolsa ko'z bilanmi ishora qilib qo'yganingizda kifoya qiladi" deganda payg'ambarimiz: "Ma kana li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul ayun." Payg'ambarga hatto ko'z bilan xiyonat qilish mumkin emas dedi. Dushmani bilan qilayotgan muomalada ham payg'ambarimiz to'g'ri ochiq edi. Xiyonatni ko'zi bilan ham qilgan emas. Biz taniymizmi Muso sollallohu alayhi vasallamni? Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lguncha buyuk inson edi. Sodiqul amin edi. Ishonchli, rostgo'y edi. Payg'ambar bo'lgandan keyin kana xuluquhu al-Qur'an, axloqi Qur'on edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zohidligida, dunyodan behojatligida buyuk edi. Men bilan dunyoda nima ishi bor dedi. Dunyo bilan meni ishim nima ishim bor? Meni deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyoga kirib chiqib ketishligim xuddi issiq kunda bir musofir safarda yurib charchab, daraxt tagiga kelib salqinlab, damini olib, yana safarini davom etgandek, dunyolar bilan meni hech qanaqa ishim yo'q degan. Biz taniymizmi u zotni? Nabiy sollallohu alayhi vasallam buyuk inson edi. Quraysh payg'ambarlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'tarib chiqqanda mash'alani jinni deb ko'rdi, sehrgar deb ko'rdi, majnun deb ko'rib turib, omonatlarni olib kelib qo'yishaveradi. "Ey Muhammad, noto'g'ri tursin senda." Omma bilan turganda payg'ambarimizni har xil laqablar bilan haqoratlab turib, lekin yolg'iz qolganda payg'ambarimizning buyukligini tan olish emasmi? Endi payg'ambarimizni ko'ringki, buyuk insonligini. Hijrat qilib ketadigan kunda omonatlar bor edi payg'ambarimizda. Ha bizda odam nima qiladi? Ha bir kuydiraysenlarda. Menga shuncha qiyinchilik bergan, bir ko'rsatay senlarga kuningni kuydiraman demasdan payg'ambarimiz buyukligini ko'ringki, mana shu joyda ham ibrat bo'ldi. Ali roziyallohu anhuga omonatlarni bitta-bitta tanishtirdi. Kim falonchiligi, falonchiligi deb. Payg'ambarimiz hayotda birorta bir payg'ambar bo'lguncha ham, payg'ambar bo'lgandan keyin ham, hatto dushmanlar payg'ambarimizni hayotidan bir nuqson, kamchiligini topa olmaydi. Biz taniymizmi u zotni? Bu ummat yuksalgan. Mana shunday qaloq bo'lgan, past bo'lgan xalq, Quraysh, arablar islom bilan yuksaldi. Mana shu hozirgi kundagi islom ummatini yuksalishligini sharti ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'rganib hayotini u zotga iqtido qilishlik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana va alamu anna fikum rasululloh. Ey musulmonlar deyapti Alloh. Bilinglar, ichingizda Allohning rasuli bor deyapti. Bu o'sha paytda sahobalarga aytildi emas. Qiyomatgacha keladigan musulmonlarga aytdilar. Payg'ambarimiz vafot etgan hozir. Lekin u kishining sunnati, sirati, tajribalari turibdi oldimizda. Ya'ni shuni ushlasalar yuksalasizlar deydi. 23 yil muddatda payg'ambarimiz mana shunday bir sahroyi bo'lgan qoloqni dunyoga ustozlik darajasiga ko'tardi, yuksaltirdi. Mashhur odamlar bor. Artistlar bor, aktyorlar bor, sportchilar bor va hokazolar bor. Shular bir-biriga nasihat qiladi. Aytadiki, hadab televizorga chiqaverma deydi. Hadab odamlarga aralashaverma deydi. Nimaga ketib qoladi? Qadring ketib qoladi deydi.
Chunki ularni ma'lum bir sifati bilan tanigan bo'lsa, yaxshi sifati bilan, bu zo'r ovozi zo'r, bu zo'r bir qandaydir sportchi, boshqa tomonlaringni ham ko'rsa, sendan hafsalasi qurib ketadi odamlar degandaqa ayblari ko'rinib qoladi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayoti birodarlar 1400 yildan beri o'qilyapti. Hali hech kimga malol kelgan emas, malollanmaydi. Mo'jiza emasmi bu? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga yashagan insonlar nima degan? Masalan, yaxshi deb bilgan odamingiz bilan birga yurgan odam biladi uni kimligini, to'g'rimi? Siz faqat yaxshi tomonini bilasiz. Ahli sufa bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida bir chekada sufa bo'lgan, payg'ambarimizni kambag'al, nihoyatda faqir sahobalari shu yerda yashagan. Masjidga keyin sadaqa ihson yeb yashagan. Shular 10 yillab shu masjidda yashagan bo'lsa, payg'ambarimizdan ular mol-mollarni zerikishgan emas. Balki ularning ko'zida payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati, u kishining haybati, u kishining buyukligi ziyoda bo'ldi. Payg'ambarimiz Makka fathiga 10 ming kishi bilan keldi. Bir oyga yaqin turdi billah. Bu 10 ming kishi bir oy turar ekan payg'ambarimizga bo'lgan hurmati, haybati yana ziyodalashib bordi. Zerikishgani yo'q payg'ambarimizdan. Har qanday inson, har qancha buyuk bo'lmasin, uni kimligini uyidagi xotini biladi. Ko'chada zo'r, o'zini olib yurishi nihoyatda bir yaxshi, taqvoli ko'rinadi va hokazolar. Endi uyida kimligini kim biladi? Xotini biladi. Kishining kimligi xotini bilan, bola chaqasi bilan qilgan muomalasidan bilan deydi hukamolar. Chunki itoatda u majbur, sizni injig'ingizni ham ko'taradi, boshqangizni ham ko'taradi. Endi payg'ambarimiz haqida ayollari nima degan? Payg'ambar bo'lib kelar ekan 40 yoshga kirganida Hadicha onamiz bilan 15 yil turmush qildi, payg'ambar bo'lguncha. 25 ga kirganda turmush qildi, 40 ga kirganda payg'ambar bo'ldi. 15 yil birga turmush qilgan ayoli payg'ambarimiz vahiyni olib tushib, meni o'rab qo'yinglar deb turgan paytda Allohga qasam, jonimdan qo'rqib ketdim dedi. Ya'ni o'lib qolarmikin menda qo'rqib ketdim deganida Hadicha onamiz Allohga qasam, hargiz Alloh sizni xor qilmaydi. Axir siz qarindosh urushingizni zo'r qilasiz. Yetimni boshini silaysiz, qiylanganlarga yordam berasiz. Sizdaqa kishini Alloh xor qilmaydi deb ayoli baho berib turibdi. Oysha onamizdan kelib, Rasulullohning uydagi axloqi qanday edi desa, kana xuluquhu al-Qur'an yoki Qur'anan yamshi fawqal ard. U zotning axloqi Qur'on edi derdi yoki Qur'on bo'lib hayotda yer yuzida tirik bo'lib yurardi derdi. Payg'ambarimizning hayotini o'rganar ekanmiz, bizga boshidan oxirigacha ibrat. Bizga ibrat qilib ko'rsatilayotgan odamlar, bizga namuna bo'lishlikka da'vo qilayotgan kishilarda birortasi, qaytarib aytaman, birortasi bizga ibrat bo'lishlikka yaramaydi. Nima uchun? Alloh aytganligi uchun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa. Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomda sizlarga ibrat namuna dedi. Modomiki biz maqsadimiz jannatga borib, Rasulullohning suhbatida o'tirish hamda Alloh taoloning jamolini ko'rishlik bo'lar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'zimizga imom deb, boshliq deb, ibrat deb bilishimiz kerak bo'ladi. Ergashligimiz uchun u zotni o'rganishimiz kerak hayotini. Ibrat olishimiz kerak. Shoyat Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida u kishini shafoatidan bahramand qilsa. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siyratini o'rganishlikdagi mana birinchi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. O'tgan darsimizda mana Sirat ilmini o'rganishlikning fazilatlarini o'rtoqlashgan bo'ldik. Siratni o'rgatmasdan turib, Qur'oni Karimni juda ko'p ma'nolarni tushunishligimiz muhol bo'ladi, qiyin bo'ladi. Zero Qur'on o'z ichiga avvalgi o'tgan ummatlarning tarixini oladi, payg'ambarlar qissalari, hukmlar hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotida bo'lib o'tgan voqealarni hukmi keladi. Binobarin payg'ambarimizning hayotini yaxshi o'rganar ekanmiz, Qur'onning juda katta qismini ta'lim olgan bo'lamiz. Chunki g'azotlar, sariyalar, bularning barchasi haqidagi Alloh taoloning tushgan hukmlari mana Qur'onda juda ko'p oyatlarni egallagan.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlikni, u kishini tug'ilishligidan boshlashligimiz mumkin. Lekin bir oz ilgariroq orqaroqqa o'tib payg'ambarimizgacha bo'lgan arab tarixini bir ko'rib chiqishligimiz maqsadga muvofiq ko'rinadi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelgan shariat, islom, bu nur arablarni qaysi darajada yuksaltirganligini ko'rdik. Lekin bularni ana shu nur kelgunga qadar ahvoli qanday ekanligini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shunda islom ularning hayotini qanchalik yuksaltirganligini, zulmatdan nurga olib chiqqanligini fahmlashligimiz oson bo'ladi. Qissamizni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotini, qissasini Alloh taolo Ibrohim Halilullohga o'zini ayoli Hojar va Ismoilni hech qanday o'simlik o'smaydigan, hech qanday bir odam yashamaydigan Bakka vodiysiga tashlab kelishlikka buyurganligi bilan boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning ichida Ibrohim Halilullohni va Ibrohim allazi vaffa deb maqtadi. U vafo qilgan Ibrohim edi. O'zini o'tga uloqtirishganida Alloh taoloning amridan chiqmadi, vafo qildi. Bir dona bo'lgan farzandi 85 ga kirganda ko'rgan bir donagina farzandi Ismoilni vodiyga hech kim yashamaydigan Bakka vodiysiga tashlab kelishga yurganda vafo qilgan edi. Mana shu bir dona ko'rgan o'g'lini o'zini qo'li bilan so'yishlikka buyurilganida vafo qilgan edi. Mana shu vafo qilgan Ibrohim alayhisalomga Alloh taolo yana bir imtihon qildi. Mana aytdik 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasi Ismoilni onasi Hojar bilan Bakka vodiysiga tashlashlikka buyurildi. Ibrohim alayhisalom shu paytda Falastinda yashar edi. Falastindan ayoli Hojarni va o'g'li Ismoilni yetaklab Bakka vodiysiga olib keldida, ularni qoldirib orqasiga qarab qaytib qoldi. Mashhur qissa, payg'ambarlar qissasida bir mufassal yoritilgan bo'ldi inshaalloh. Orqasiga qarab ketayotganini ko'rib, Hojar "Ey Ibrohim, bizni tashlab ketasizmi bu yerga?" dedi. Ibrohim alayhisalom indamadi. Ikkinchi marta so'radi. Yana indamadi. Shunda Hojar ona, "Yo, Alloh buni sizga buyurdimi?" dedi. Ibrohim ha deb javob berganidan keyin Hojar ona Alloh taoloning va'dasiga ishongan haqiqiy mu'mina sifatida unda Alloh bizni zoyi qilmaydi dedi, ortiga qaytdi. Ya'ni erkaklarga ham ibrat bo'ladigan, dars bo'ladigan so'zda aytdiki, rizq Allohdan, yaxshilik, yomonlik Allohdan degan e'tiqodi mustahkamligini ko'raylikki, hech kim yashamaydigan, sahroning o'rtasi bo'lgan joyga emizikli bolasi bilan qolishga rozi bo'ldi. Ibrohim ketdi, Hojar bilan Ismoil Bakkada qolishdi. Ya'ni bu vodiy Bakka deb nomlanadi. Qur'onda ham Bakka deb keladi. Makka ham deb nomlanadi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin suv tugadi. Ismoil yig'lashni boshladi. Hojar ona suv istab, mana hammamizga mashhur Safo bilan Marva o'rtasida 7 marta sa'y qilib yugurdi. Alloh taolo bu mu'mina ayolga mukofot tariqasida Zamzam suvini chiqarib berdi. Shunday qilib Makka vodiysida yoki Bakka vodiysida suv paydo bo'ldi. Arablarning tarixi nihoyatda bir katta, uzoq tarix. Lekin ana shu bir qisqaroq gapirishga harakat qilamiz. Arablarning asl vatani Yaman bo'lgan. Asli arablarning vatani Yaman hisoblanadi. Ana shu Yamandagi Ma'rib saddini buzilishligi bilan suv manbasi yo'q bo'lib qoldi ularda. Shunda arab qabilalari jazira bo'ylab suv qidirib yashashlikka bir munosib bo'lgan joyni istab tarqalishdi. Ulardan mana bir qancha oyatlarni o'qigan bo'lsak, Ibrohim alayhisalom o'g'li va ayolini Bakka vodiysiga tashlab ketar ekan, duo qildi. Astagfirullah, Robbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram, Robbana lituqimus solah. Parvardigoro, albatta men zurriyotimdan bir bo'lagini o'g'lim Ismoil va uning onasi Hojarni seni hurmatli bayting huzuridagi ekin o'smaydigan bir vodiyga joylashtirdim. Mana aytdik, Makkada hech narsa yo'q edi. Nima uchun Ibrohim alayhisalom seni muqaddas uyingni oldida, baytingni oldida deydi? Chunki mana shu Makka vodiysiga Odam alayhisalom tomonidan qurilgan birinchi baytning asoslari bor edi.
Chunki Alloh taolo aytadi, Oli Imron surasida, "Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin." Albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat mayogi bo'lgan Ka'badir. Shundan kelib chiqadiki, yer yuzida Alloh uchun ibodat qilinishlikka qurilgan birinchi uy ana shu Ka'batulloh. Ana shu asosini oldiga qoldirib ketdi. Boshqa oyatda ja'alallohul ka'batal baytal haroma qiyaman linnas. Alloh subhanahu va taolo Ka'bani, Baytullohni odamlar uchun to'g'rilik asosi qilib qo'ydi. Demak, Ka'ba bo'lgan. Keyinchalik vaqt o'tishligi bilan to'fon tufayli bu buzilib ketgan. Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoilni Makka ga tashlab ketar ekan, ziyorat qilib turdi. Ana shu balog'at yoshiga yetganidan keyin uni so'yishlikka buyurildi. Bu imtihonni o'tgandan keyin Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga va Ismoil alayhissalomlarga Ka'bani qurishlikni buyurdi. Endi biroz orqaga qaytadigan bo'lsak, mana aytdik, Yamanda suv to'g'oni, Saddi Ma'arib yorilib ketdi dedik. Arablarning suv ichadigan manbasi yo'q bo'lib qoldi. Arab qabilalari Arab jazirasi bo'ylab tarqalishdi. Saqif qabilasi Toifga borib joylashdi. G'assonlar Shom atrofiga va mana shu Shomda Yamanda yashagan qabilalardan bo'lgan Jurhum qabilasi ular ham jazira bo'ylab suv ustab yurishgan edi. Makka ga yaqin joyga yetganida ana shu hozirgi kunga turgan Ka'bani ustida qushlarning uchayotganligini ko'rishdida, bu suv borligini alomati deb ana shu joyga qarab yurib kelishdi. Kelishganida Hojar ona ana shu Zamzamning oldida o'tirar edi. Arablar karam, axloq egasi bo'lgan edi. Kelib tajovuz bilan, zo'ravonlik bilan tortib olmadi, balki shu suvdan ichishlikka izn so'radi. Ibrohim alayhissalom ayolini qoldirib ketayotganda Parvardigorga duo qilgan ediki, Parvardigor faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim. Odamlarning qalblarini bu meni zurriyotimga yumshoq qilgin, muloyim qilgin degan edi. Bo'lmasam bitta bir zaif ayol emizil bola bilan o'tirsa, butun boshli qabila kelib shart zulm qilib tortib olishi mumkin edi. Lekin Ibrohim Halilullohning duosi ijobat bo'ldi. Hojar ona ularga haqqini to'laysizlar, yashaysizlar, ichasizlar dedi. Shunday qilib Makka da Yamandan chiqib kelgan Jurhum arab qabilasi o'tiroqlashdi, shu yerda yashadi. Ismoil alayhissalom arab bo'lgan emas. Ibrohim alayhissalom ham arab bo'lgan emas, Kanoniy bo'lgan ular. Ismoil alayhissalom ulg'aydi, Jurhum qabilasi bilan yashadi hamda Jurhum qabilasidan uylanib arablashdi. Ismoil alayhissalomgacha bo'lgan arablar arab ariba deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashmagan arablar deyiladi. Ismoil alayhissalomdan keyingi arablar arab musta'riba deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashgan arablar deyiladi. Ibrohim alayhissalomga Ka'ba qurishiga Alloh tomonidan buyurilganidan keyin o'g'li Ismoil bilan Ka'bani asosini kavlab chiqarishdi. Yana shu qumlarning ostida Odam alayhissalom qo'ygan Ka'bani fundamenti asosi bor edi. Shuni ustiga qurar ekan, uyni bir burchagi boshqa burchaklardan ajralib turishligini xohlab, Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoilga bir boshqacharoq bir tosh topib keling deb buyurdi. Ismoil aylandi atrofda, lekin bir chiroyli, bir ko'zga ko'rinadigan, ajralib turadigan tosh topa olmasdan kelganida Ibrohim alayhissalom oppoq bir toshni qo'yib, binoni urib davom etkazayotgan bo'ladi. Ya'ni bu atrofda bunaqa oq tosh bo'lmaydi. Ota, bu toshni sizga kim olib keldi deb so'raganida, Jibril uni jannatdan olib chiqib berdi dedi. Biz bilgan Hajarul Aswad o'zi aslida jannatdan chiqqan oq tosh bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, odamlarning gunohkor qo'llari, gunohkor odamlarning qo'llari teyorganligidan qorayib ketdi dedi. Hozirgi kunda siz bilan biz ko'rib suratida yoki o'zini borib ko'rganimizda hammasi Hajarul Aswad emas. Agar diqqat qilib e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ichida 4 ta yoki 5 ta mayda-mayda bo'laklari qolgan. Inshaalloh mana shu darslar davomida o'qiymiz. Qaromita degan bir firqalar chiqib, Ka'batullohdan Hajarul Aswadni sug'urib olib ketishgan. Keyin qaytarib kelib qo'yilgan, lekin ana shu asl katta holatda qolgan emas. 3 ta yoki 5 ta mayda-mayda bo'laklari bor uni. Ibrohim alayhissalom Ka'bani qurib bo'ldi. Alloh tomonidan buyruq bo'ldi. Odamlarni
haj qilishlikka chaqiring dedi. Ibrohim alayhisalom Parvardigor, men bitta odam bo'lsam, qana qilib ovozimni insonlarga yetkazaman deganida Alloh taolo inna ma'alaykal adan va alaynal balagh. Sizdan chaqirib qo'yishlik, ozon aytib qo'yishlik xolos. Yetkazishlik bizdan dedi. Necha ming yil burun, Alloh alam necha ming yil bo'lganiga Ibrohim alayhisalom chaqirgan ozon bu nido musulmonlarning qalblarida qiyomatgacha jaranglab turadi. Hajga borishlik hammaning qalbida mana shu zavqi, ishtiyoqi, shavq turadi. Bormaganlar bir borsam desa, borganlar 10 borsam deydi. Nima endi bu? U yerda borib ko'radigan oshiqcha hech narsa yo'q. Ekinzori, bog'i, hech narsa sahro. Alloh taolo mana shu Ibrohimning ozonini musulmonlarning qalbiga joylashtirib qo'ydi. Ka'baning muhabbati bor siz bilan bizning qalbimizda. Shunday qilib arablar, Arab jazirasidagilar haj qilishni boshladi. Hajning tarixi shunday boshlandi. Baytullohni ulug'lash, uni ta'zim qilishlik tarixi shunday boshlandi. Mana aytdik, Ismoil alayhisalom bilan birga Makka da Jurhum qabilasi yashadi. Bir qancha vaqt yashaganlaridan keyin arab qabilalaridan bo'lgan Xuzoat Jurhum bilan Makka mukarramani urushib talashdi hamda yengishlikka yaqin bo'ldi. Jurhum Xuzoa bilan urushyapti. Jurhum mag'lub bo'lib qolishligini sezganidan keyin Ka'batullohning oldidagi Zamzamni ko'mib tashlashlikni qasd qilishdi. Chunki Makkada yashashlikning asosiy sababi Zamzam qudug'i, Zamzam suvi edi. Agar suv bo'lmasa bu yerda yashashlik nihoyatda qiyin bo'ladi. Zamzamni ko'mishdi, Jurhum Makkani tashlab chiqib ketdi. Ba'zilari qolgan bo'ldi. Xuzoa qabilasi Makkaga hukmronlik qila boshladi. Xuzoa Makkada 300 yoki 500 yil hukmronlik qildi. Mana shu 500 yil vaqt ichida Zamzamni kavlab topisha olmadi. Mana shu 500 yil suvni tashqaridan tashib etishdi. Kelgan hojilarni suv bilan sug'orishlik Makkada yashayotgan kishilarning mas'uliyati bo'lsa, demak bular Makkadan tashqaridan tashib ichirardi. Bu nihoyatda bir mashaqqatli ish edi. To Abdul Muttolib payg'ambarimizning bobosi Zamzamni kavlanmagunicha 500 yilga yaqin muddat Zamzam ochilmasdan turdi. Ana shu davrda Xuzoa qabilasining ichida Amr ibn Luhay ismli bir kishi bor edi. Amr ibn Luhay o'zini qavmini yakka sayi deydi. Eng boyi, eng saxiy, eng hurmatli kishisi edi. Uni gapi ikki qilinmasin. Jurhumni haydab chiqarib Makkaga kelib o'tira olishgan Xuzoa qabilasining sayyidi Amr ibn Luhay. Shomga Amr ibn Luhay tijorat qilib chiqar ekan, hojilarni bitta o'zi sug'orar edi. Boyligi bilan ularni ta'minlardi hojilarni. Shomga chiqib borar ekan, Amalik degan bir qabilani butlarga sig'inayotganligini ko'rdi-da, nima bu deb so'radi. Ular aytishdi, bular sanamlar. Biz ularga ibodat qilamiz. Ular bizga hayvonlarimizni semirtirib beradi, och qolsak non beradi, yomg'ir kerak bo'lsa so'raymiz, yomg'ir beradi. Xullas, yuqarribuna ilallohi zulfa. Bizni Allohga bir qadar yaqin qiladi deb shirkni ular aytishdi. Amr ibn Luhay bizga ham yomg'ir kerak bo'ladi, ko'p qiylanamiz. Bizga ham bitta o'sha butlardan bersalar, biz ham olib borib sig'inardik dedi. Arab jazirasiga shirkni birinchi bo'lib kirgan kishi Amr ibn Luhay bo'ladi. Unga Hubal degan butni sanamni berishdi. Makkaga olib keldi, Makka ahlini unga ibodat qilishlikka buyurdi. Shunday qilib, Makkada va Arab jazirasida shirkni boshlagan kishi Amr ibn Luhay bo'ldi. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Amr ibn Luhayni deydi. Arablarning dinlarini birinchi bo'lib o'zgartirgan Amr ibn Luhayni jahannamda ichaklarini sudrab yurganini ko'rdim deydi. Chunki bu arablarning ichida shu paytgacha yo'q bo'lgan gunohni, shirkni olib keldi. Arablar tavhidda edi. Ibrohim alayhisalomning dinida edi. Allohni bir deb bilishar edi. Lekin Amr ibn Luhay shirkni birinchi bo'lib boshlab bergan kishi bo'ldi. Ya'ni nima xulosa olamizki, undan keyingi kelgan qanaqa mushrik bo'lsa, albatta Amr ibn Luhayga shu mushriklarning qilgan gunohidan bir ulush borib turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamda shunday mazmunda hadislar bor. Qaysi bir kishi yomon sunnatni paydo qilsa, odamlar unga erchib amal qilsa, shu gunoh qilganlarning gunohidan unga ulush borib turadi deydi.
Hayotimizni qarasak, narda o'ynashni o'rgatgandirmiz birinchi marta jo'ramizga. Ziyofatga aroq qo'yishni boshlab bergandirmiz birinchi. Yoki qandaydir bir ma'siyatni qilgan bo'lsak, bilaylikki, shundan keyin shu ishni kim davom etkizsa, shu odamga albatta ulush bor. Aksincha, savobli ishni targ'ib qilayotgan bo'lsak, masjidga yurda bitta jo'ramiz yetalagan bo'lsak, biror bir gunohni qilish, bid'at xurofotlarga tiqilib yotibdi hayotimiz. Ke shu bid'atni biz qilmaylik mana shu to'yimizda, mana shu ziyofatimizda qisqartiraylik desak, isrofni, bid'atni yo'q qilsak, bizga ergashib boshqalar amal qilsa, unga ham ajr bor. Endi qaraylik, biz qaysi tomonga tortyapmiz? Bir toifa odamlar bo'ladi yaxshilikka tortuvchilar, bir toifa odamlar bo'ladi ma'siyatga tortib, qolganlari poda bo'ladi. O'zining e'tiqodi, iymoni, hayotda tutgan yo'li yo'q bo'lgandan keyin poda bo'ladilar. Qaysi tomon kuchlilik qilsa, odamlarga nimani targ'ib qilayotganimizga bir qator qarab qo'yaylik. Talbiya ham o'zgardi. Hajga kelgan hojilar labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mana shu tavhid talbiyasi. Allohni bitta deyishlikka chaqiradigan talbiya. Hatto endi ular talbiyani o'zgartirishdida illa sharikan huvalak tamlikuhu va ma balak. Orqasidan mana shu ikkita jumlani qo'shdi, shirkka aylantirib qo'yishdi. Amr ibn Luhay bu bilan ham cheklanmadida, hayvonlarni ham ba'zilarini muqaddas deb belgilab berdi. Moncha tuqqanni yeb bo'lmaydi, moncha yashaganni minib bo'lmaydi, xullas shariat qo'yib berdi. Bir narsani halol, bir narsani harom deyishlik Allohning haqqi. Esimizdan chiqmasin. Halolni harom degan kishi, haromni halol degan kishi qasddan kofir bo'ladi islomda. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bir narsani halol, harom deyishlik Alloh va Rasulining haqqi. Bu bo'lmaydi buni qilsa. Bu yomon bo'ladi deb har xil so'z bilan nima qilinadi? Yo'l ko'rsatiladi. Makkadagi eng katta sig'iniladigan but bu Hubal edi. Quraysh Makka ahli mana shu Hubalga sig'inar edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fathida butlarni bitta sindirar ekan, oxiriga qilib Hubalni qoldirib qo'ygan edi. Uni ham oxirida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam parchalab sindirdi. Chunki arablar qaysi darajada jaholatda ekanligini ko'rib turib, keyin islom ularga nima olib kelganligini ko'rsak, shunda payg'ambarimizning risolatining buyukligini qadriga yetamiz. Shuning uchun ularning kimligini ko'rib qo'yaylik avval. Birdaniga tug'ilishidan boshlasak, tushunishimiz qiyin bo'ladi. Alloh Qur'onda Nuh alayhisalom qavmi haqida xabar berib aytadi: "Va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va la suwa'an va la yaghusa va la ya'uqa va nasra." Va o'zlariga ergashgan tuban pastkash kimsalarga sizlar hargiz o'z xudolaringizni tark qilmanglar. Vadni ham, Suwa'ni ham, Yag'usni ham, Ya'uqni ham, Nasrni ham hargiz tark qilmanglar. Mana shu ismimizga qilingan 5 ta odamni ismiga qo'yilgan butlar ham Makkada bor edi. Jazirada bor edi. Vudga Banu Kalb sig'inar edi. Suwa degan olihasiga Banu Huzayl, Yag'us degan butiga Toy ahli va Jarash ahli ibodat qilardi. Ya'uqqa Hamazon, Nasrga ahli Yaman. Mana shunday shirkni tarqashiga Amr ibn Luhay sabab bo'ldi. Bu butlarning ichida eng ajablanarlisi Isof va Noila degan butlar edi. Isof va Noila. Bu tarixi shundayki, ikkalasi ham Yamanlik bo'ladi, arab bo'ladi, bir-birini sevishadi. Isof Noilani qo'lini so'rab otasiga sovchi qo'yganda, otasi rad javobini beradi. Shunda Isof bilan Noila keyingi haj mavsumida uchrashamiz deydi. Hajda uchrashdida Ka'bani oldida odamlar beparvo bo'lib turgan paytda zino qilishdi. Sevishganlar. Alloh taolo bu ikkisiga Ka'bani hurmatini bir ko'rsatib qo'ydi odamlarga ibrat qilib. Ikkalasini toshga aylantirib qo'ydi. Isof bilan Noila mana shu qilgan gunohi uchun Alloh tomonidan toshga aylantirdi. Hamda Makka ahli mana shu ikkala haykalni bittasini Safoga, Isofni Safoga, Noilani Marvaga qo'yib, odamlarga ibrat bo'lsin. Ibrat bo'lsin. Allohning uyini oldida gunoh qilishlik shunday bir jazolanishidan ibrat olsin deb Alloh taolo shunday qildi. Ular qo'yib qo'yishdi. Bir qancha vaqt o'tdi. Odamlar esdan tez chiqib qoldi. Inson degan so'z unutuvchi degan o'zi. Amr ibn Luhay
Ka'bani olib kelib qo'ylar, bularga ham sig'ininglar dedi. Unga ham sig'inishni boshlashdi. Arablarni qaysi holatda ekanligini bilishimiz uchun Umar ibn Hattob roziyallohu anhuning hayotiga bir murojaat qilamiz. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, majlislarda o'tirib, odamlar bilan o'tirganida besabab to'satdan shat yig'lab olar ekan. Ba'zida o'tirib besabab shat kulib olar ekan. Ey Amiral Mo'minin, nimaga to'satdan yig'lab, to'satdan kulib orasiz besabab deganida u kishi aytadiki, Jahiliyat davrida qiz farzandlarini yomon ko'rardik. Eshitib turaylik, arablar qaysi darajada bo'lgan? Pastligi, tubanligi, razilligi, savodsizligi qaysi darajada bo'lgan? Qiz farzandlarini yomon ko'rardik. Ya'ni qiz farzand jang maydonida qilich ko'tara olmaydi, qabilasini, kuchini, quvvatini ziyoda qila olmaydi, birovning xizmatini qiladi, nomus deb biladi qiz farzand ular. Shuni asoratlariga o'xshagan narsa hozir ham yo'q emas oralarimizda. Qiz farzand tug'ilsa, g'am qilib siqiladiganlar. O'tirar ekanman jahiliyatda deydi. Ayolim qiz tuqqanligini xabarini berishdi. Men sabr qildim deydi. Sabr qildim 6 yoshga kirguncha. 6 yoshga kirganida qizimni qo'lidan yetalab olib bordim sahroga, chuqur kavladim, qizimni shu chuqurga tashlab, ustiga qumni, tuproqni tortayotganimda ko'tarilgan chang soqolimga tegsa, qizcham chuqurda turib soqollarimni qoqib turardi deydi. Mana shunday holatda qizimni ko'mib kelganman deydi. Hech qaysi hozirgi kundagi jaholat, hech qanaqa bir ahmoqlik bularda jaholatga yetmaydi. Chunki o'zini qizini olib borib tirikdan ko'mib kelyapti. Ana shu kichkinagina barmoqchalari qimirlamay qolguncha turpoq tortdim ustiga deydi. Shuni o'ylab deydi, yig'layman deydi. Shunchalik johilligimiz o'ylab turib yig'layman deydi. Tasavvur qilib ko'ring-da, oldiga kelgan qizingizni olib chiqib ko'mishingizni. O'lganim yaxshi deysizda, chunki sizni aqlingizga sig'maydi, chunki islom sizlarni shunday tarbiyaladiki, bu sig'dira olmaymiz aqlimizga bu narsani. Endi kulishimiz sababi deydi, Makkaliklar Makkadan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, Makkani toshlardan olib, o'zlaridan olib ketar edi-da, yo'lda shu toshga qarab sig'inishardi. Makkani toshidir. Bir marta safarga chiqib ketar ekanman deydi, tosh ololmabman deydi. Ibodat qilish kerak bo'ldi. Nimaga ibodat qilaman? Qarasam, Makkadan o'zimni olib chiqqan xurmo bor ekan deydi. Xurmoni oldim, birini ikkinchisiga yopishtirib, bir timsol haykalni yasadimda ibodat qilib oldim deydi. Ibodat qilib oldim, qonim ochib ketdi deydi. Yegani boshqa narsam yo'q, hali ilohim yeb qo'ydim deydi. Buni o'ylab deydi, shunchalik johilligimiz o'ylab kulgim keladi deydi. Bu kim aytayapti bu gapni? Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytayapti. Islom mana shunday bir johil qavmni, orqada qolgan, zulmatda qolgan qavmni nurga olib chiqdi. Zalolatdan hidoyatga, tubanlikdan yuksaklikka olib chiqdi. Biz arablarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelgungacha bo'lgan tarixini bir ko'rib chiqmasdan turib, payg'ambarimiz qanchalik ularni bir yuksaklikka olib chiqqanligini tushunib yetishimiz qiyin bo'ladi. Arab jazirasiga yahudiylar qanday kirib keldi? Nasroniylik qanday kirib keldi? Forslar qanday qilib Arab jazirasiga hukmron bo'lishdi? Mana bilamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlarida Yamanni forslar boshqarar edi. Yaman hukmi forslarning qo'lida edi. Qanday qilib forslar Yamanga kirib keldi? Deyarli hamma muarrixlar, Tabari, Ibn Asir, Ibn Kasir va boshqalar keltirgan Yamandagi arab podshohlaridan biri Robi ibn Nasr tush ko'rdi. Juda bir uzoq qissa, lekin xulosasi shuki, tushini kohin va munajjimlarga aytib berganda, yaqin fursatda ichida habashlar, ya'ni negerlar, habashlar Yamanni egallashadi degan xabarni berishdi. Ko'ringki, shirk, johiliyat rivojlangandan keyin kohinlar bilan munajjimlar ish yurishib qoladi, baxshilar ish yurishib qoladi-yu. Eshitib qolasan, bizning mahallamizda bitta baxshi bor, eshiging tagida falonchilar o'tiradi deydi. Falon odamlar o'tiradi deydi. Nimaga o'tiradi desa, dindan bexabarda. U baxshini nimaligi, uni qo'lidan hech narsa kelmasligini tushunadigan ularda bir ilm, ma'rifat yo'qda. Agar biroda ishini yurgizib yorishlik baxshini qo'lida bo'lsa, birinchi bo'lib o'zini ishini yurgizmaydimi shu odam? Nima qiladi biroda bergan 50 so'm 60 so'mga qarab o'tirib? Lekin johillik rivoj topsa, dindan uzoq bo'linsa, odamlar shunday holatga tushib ketadi. U o'zini, oilasi, farzandlarini forslarga bir tobe bo'lib qolishdan qo'rqdi-da, Yamandan Iroqqa qarab ko'chdi. Iroqqa bordi, Hiro degan joyni egallab shu yerda yashadi. Robi ibn Nasr vafot qilgandan keyin
uni farzandlarining qo'liga hukm etdi. Yamanliklarda Tubba deb podsho bilan laqamlashar edi. Mana bilamiz, forslarning podshohi Kisro deyilardi. Rumning podshohlari Qaysar deyilardi. Habashlarning podshohi Najjoshi deyilardi. Yamanliklarning podshohi Tubba deyilardi. Ana shu Robi ibn Nasrning o'g'illaridan Tabban Asad ismli kishini qo'liga o'tdi hukm. Bir necha vaqt o'tgandan keyin uni hurmati nihoyatda bir baland bo'ldi, moli dunyosi ko'p edi, boy, saxiy kishi edi. Kunlarning birida mana shu Tabban Asad Shomga tijorat qilishlik, sayohat qilishlik maqsadida yo'lga chiqadi. Yasribga yetganida, hozirgi kundagi Madina. Yasribga yetganida o'g'illardan bittasini qoldiradi-da, shu yerda tijorat qilib tur deydi, o'zi Shomga ketadi. Tabban Asadning o'g'li Yasribliklar bilan kelisha olmay qolib urushib, Yasribliklar uni o'g'lini o'ldirib qo'yadi. Tabban Asad qaytib keladi, Yasrib ahli bilan urushadi. Yasrib ahlining axloqidan dahshatga tushadi. Ya'ni Yasribliklar, Madinaliklar, keyin Madina deb nomlangan. Kunduzi Tabban Asad bilan urushib turib, kechki payt unga ovqat, sovg'a-salom, kiyim-kechaklar jo'natishardi. Bu saxiylikni, karamni cho'qqisi edi. Ya'ni dushmaniga shunday yaxshilik qilishardi. Lekin o'g'lini o'chini olaman degan qattiqligida turib oldi. Yasribda asli Shomda bo'lgan, lekin Madinaga kelib yashayotgan yahudiylar ham bor edi. Ana shu yahudiylardan ikki kishi Tabban Asadning oldiga chiqib keldida, nima uchun urushyapsan, nimani xohlaysan deydi. Tabban Asad Yasribni vayron qilaman dedi. Ular aytdi, sen vayron qila olmaysan buni dedi. Unda Alloh seni halok qiladi dedi. Nimaga unaqa deyapsizlar dedi? Chunki bizni kitoblarimizda Yasrib oxirgi payg'ambarni hijrat qilib keladigan joyi haqida ma'lumotlar bor dedi. Ya'ni ularning kitoblarida, Tavrotda va Injilda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida aniq ma'lumotlar bor edi. Hattoki ba'zi oyatlarda keladi, ular sizni dedi Muhammad alayhisalom o'zini o'g'il farzandlarini tanigandan ko'ra yaxshiroq taniydi ular deydi. Lekin bilib turib o'jarlik qilgan, bilib turib kofirlik qilgan. Tabban Asad Tavrot nima, tavhid nima so'raganda ular unga tushuntirib berishdi. Tabban Asad Yahudi diniga o'tdi. O'zini qavmini kelib yahudiylikka chaqiruvdi, qavm qabul qilmadi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda Arab jazirasiga, Arabiston yarim oroliga yahudiylik qanday kirib keldi? Nasroniylik qanday kirib keldi? Forslar qanday qilib Arab jazirasiga kirib keldi? Mana shular haqida suhbat yuritayotgan bo'ldik. Inshaalloh bugun davom etkazamiz. Yaman podshohlaridan bo'lgan Tabban Asad Yasribliklar bilan urushdi. Yasribni vayron qilaman degan niyatda turganida Yasribga, ya'ni keyinchalik Madina-i Munawvara deb nomlandi bu shahar, Shomdan hijrat qilib ko'chib kelib yashayotgan yahudiylardan ikkita olimi chiqib, uni niyatini so'rashdi. Nima qilmoqchisan? Tabban Asad Yasribni vayron qilaman dedi. Bu yahudlar aytdiki, unda Alloh seni halok qiladi. Sen hargiz Yasribni yenga olmaysan. Chunki bu oxirgi zamon payg'ambarini hijrat qilib keladigan joy edi. Buni qanday qilib bildinglar deganda, Tavrotni, tavhidni, dinni nimaligini tushuntirib berdi. Ular mushrik edi. Tabban Asad Yahudi diniga o'tdi. Tabban Asad mana shu Yasribdan qaytib o'zini yurtiga qaytib kelar ekan, yo'lda Makkaga yaqinlashmasdan turib, Tabban Asadga Huzayl qabilasidan bir to'p odamlar uchradi-da, unga senga xazinalar berkitilgan bir joyni ko'rsataylikmi deganida ha dedi. Huzayliklar Yamanliklarni ham yaxshi ko'rmas edi. Makkaliklarni ham yaxshi ko'rmas edi. Mana shu ikkita o'zlari yomon ko'rgan qabilani bir-biri bilan urushtirib qo'ysa, ikkala dushmanidan ham teng qutulishlik o'zlariga fursat deb bildida, Makkaga borsang, Ka'bani ostiga
Ana shu qavmlar uni izzat ikrom qilib Ka'bani hurmatidan ichiga ostiga xazinalar ko'milgan. Haqiqatan bir qancha qabilalar Ka'ba-i muazzamani bir hurmat qilishlik maqsadida xazinalarni Ka'bani ostiga ko'mib qo'ygan edi. Tabban Asad mana shu moli dunyodan ta'ma qilib, qo'shinini Makka ga yurishlikka buyurdi hamda urushga tayyorgarlik ko'rishlikni ulardan talab qildi. Boyagi Yasribda uni Yasribliklar bilan urushmaslikka targ'ib qilgan hamda Tabban Asadni yahudiylikka o'tishligiga sabab bo'lgan ikkita yahudiy olimi Yamanliklarni yahudiylikka da'vat qilish uchun birga ketib borardi ular. Yo'lini bu yoqqa burayotganligini ko'rib, uni niyatini so'raganida, men dedi, ana shu Makka ahli bilan urushib, Ka'ba ostidagi xazinalarni olmoqchiman dedi. Bu ikki yahudi uni yana fikrdan qaytardi. Xuzaylliklar seni faqat halok qilishlikni xohlashibdi. Esingdan chiqmasin. Yer yuzida Alloh uchun qurilgan, ibodat qilish uchun qurilgan birinchi uy ana shu Makka-i Mukarramadagi Ka'ba bo'ladi dedi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda nima degan edi? Astagfiru billah. Inna awwala baytin wudiya lin-nas lallazi bi Bakkata mubaraka va hudan lil alamin. Albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat mayogi bo'lgan Ka'badir. Yahudlarda juda ko'p ma'lumotlar bor. Ka'bani Alloh taoloning uyi ekanligi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sifatlari, bo'ladigan ishlar, bularning hammasini xabari bor edi. Tabban Asad bu ikkala yahudiydan unda nima qilay deb so'radi. Sen Ka'bani tavof qil, uni ulug'la, uni ziyorat qil dedi. Tabban Asad bu ikkala yahudiyga, nimaga o'zinglar uni ulug'lab tavof qilmaysizlar bo'lmasa dedi. Ular aytdiki, Makka ahli Ka'bani butlar bilan, sanamlar bilan to'ldirib yuborgan. Agar shunday bo'lmaganida biz tavof qilar edik. Biz ahli ilmmiz, olimmiz, bizga bunday qilishlik mumkin emas dedi. Tabban Asad ularning gapiga quloq soldi. Makka ga kirdi, Ka'bani tavof qildi. Uni ulug'ladi. So'ngra Ka'bani oldida yotib uxlar ekan, Tabban Asad tush ko'rdi. Mana endi hozir Ka'batullohga kisva yopishlik tarixi shu yerdan boshlanadi. Tushida Tabban Asad Ka'batullohning ustiga yopinchiq yopiltirayotganini ko'rdi. Bu Alloh taolaning xohishidir-da, o'rnidan turib buyurdi, jundan tikilgan bir matohdan kisva yopildi. Po'shti Ka'ba deymiz, mana yopinchiq. Shu bilan uxlagan bo'ldi. Ertasi kuni yana uxladi. Endi ertasi ko'rgan tushida kechagidan ko'ra qimmatroq bo'lgan, afzalroq bo'lgan matohdan Ka'baga po'shti Ka'ba yopib ekanligini ko'rdi. Uyg'ondida eng qimmat bo'lgan matohdan boshqa po'shti Ka'ba tishlikka buyurdi hamda o'rab qo'ydi. Mana shunday qilib Ka'batullohga kisva o'rashlik shunday boshlandi. Har yilda Ka'batullohni ustiga po'shti Ka'ba yopilardi, to Abdul Muttolib zamonigacha yetib keldi. Kisvani ustiga kisva, kisvani ustiga kisva yopilaverganidan og'irlashib ketib ko'payganligidan kisva. Ka'bani devorlari yiqilishga yaqin bo'lganda Abdul Muttolib zamonida hammasi olib tashaldida, faqat bitta kisva qoldirildi. Har yili bittadan kisva Ka'batullohga yopiladigan bo'ldi. Mana darsimizni boshida aytdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan boshlab gapirsak ham bo'lardi. Lekin Ka'batullohning tarixi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mana avval bo'lgan ishlarni ko'rib chiqsak, keyin tushunishimiz osonroq bo'ladi. Tabban Asad o'zini yurti Yamanga qaytib bordi, o'zini qavmini yahudiylikka da'vat qildi. Ular qabul qilishmadi. Yaman ahli mushrik edi. Ular sig'inadigan narsalar qatorida o'tga ham sig'inishardi. Ularda shunday bir odati bor ediki, kohinlar, munajjimlar, sehrgarlar ularga singdirib qo'ygan shunday bir urf-odatlar bor edi. Shulardan bittasi bir uyning ichiga baland qilib olov yoqishgan edi. U uyning eshigini yopib qo'yishar edi. Baland olov yonadi. Agar ularning orasida ikkita odam kelisha olmay qolsa, yamanliklardan ikki kishi kelisha olmay qolsa, ikkala husumatlashayotgan odamni mana shu eshikni oldiga olib kelib turib, eshikni shart ochishardi. Albatta baland yonayotgan o't eshik ochilishi bilan chiqadi tashqariga. Shunda o't chiqib qaysi tomonga tegsa, o'sha tomonda nohaq deyishardi. Ya'ni
shirkdan bu, johillikdan kohinlar shu narsalarni uradi shekilli. Ba'zi bir urf-odatlarimiz bor. Alhamdulillah, bir 20 yil bu yog'i bilan bu yog'ini taqqoslasak, uyatamiz haligini qilganligimizni o'ylab turib. Ilmsizligimizdan bo'lgan. Lekin alhamdulillah, diniy bilimlar ko'payib borgan sari bunga o'xshagan xurofotlar o'z-o'zidan chiqib ketadi. Mana aytdi, Yaman ahli mana shu tarzda kim haq, kim nohaq ajratishar edi. Yahudilikka Tabban Asad o'zini qavmini chaqirganda ular quloq solmadi. Kelinglar, o'rtaga hakam qilib o'tni belgilaymiz deydi. Yahudiy olimlari ham rozi bo'lishdi. Eshikning oldiga bir tomonga kohinlar, ularning ishini yurgizadigan, ikkinchi tomoniga yahudlar turishdi. Yahudlar Tavrotni tilovat qilib, Allohga duo iltijo qilib turishdi. Eshik ochildi. O't kohinlarga qarab yurdi. Kohinlar qo'rqib orqaga qochib ketishdi. Shunda qavm nimaga qochasizlar? Nimaga hukmga rozi bo'lmaysizlar? Turinglar o'rninglarda dedi. O't eshigini yopishdi. Boshqatdan ochganida yana kohinlarga tegdi. Ikkinchi marta ochilganda ham kohinlarga tegdi. Ular turib berishdi, o't kuydirib tashladi. Shunday qilib, o'tni ularga chiqarib bergan hukmi bilan Yamanliklarning orasiga Yahudiy dini ham kirib keldi. Vallohu alam, lekin bizga Yaman ahlini yahudilikka kirish haqida yetib kelgan xabar mana shu. Tabban Asad yahudilikni Yamanga olib keldi. U o'lganidan keyin uni o'rnini Hasson o'g'li Hasson mulkni egalladi. Hassonning mulki kengaydi, quvvati ziyoda bo'ldi, haddidan oshdi, g'ururga ketdi. Aytdiki, arablarda hammasi bilan jang qilaman dedi. Arablar bilan ham, ajamlar bilan ham jang qilaman, hammasini ustidan men yakka hukmron bo'laman. Katta qo'shin to'pladi. To'plab turib, dunyodagi eng qudratli katta mamlakat qaysi deb so'radi. U davrda Fors edi. Forslar dedi. Shulardan boshlaymiz dedi. Qo'shinni oldi, yo'lga chiqdi. Hassonni bu qilayotgan ishidan ayonlar rozi emas edi. Chunki Forsga qarshi urushlikka ularda kuch-quvvat yo'q edi. Hech kim jur'at qila olmasdi forslarga chiqishlikka. Lekin Hassonni bu fikrdan qaytarishlikning iloji bo'lmadi. Hasson nihoyatda ehtiyotkor, xushyor odam bo'lgan. Hech qaysi odamni o'zini huzuriga taftish qilmasdan turib kirgizmas edi. Faqatgina bitta ukasi Amr, o'zini haqiqiy ukasi Amr taftish qilinmasdi, qurol bilan kirib kelsa ham unga biror narsa demas edi. Ayonlar Hassonni ishdan olib tashlashning iloji yo'q. O'ldirmoqchi bo'lishdida, bu haqida yig'ilishib Amrga mana shu fikrlarni aytishdi. Ey Amr, akangni to'xtatib bersang, ya'ni o'ldirib bersang, undan keyin mulkni senga beramiz. Chunki akangni to'xtatmasang, Forsga yuradigan bo'lsak, bizni forslar yengib halok qiladi dedi. Amr akasini o'ldirish haqidagi bu taklifni eshitib turib, mulkdan, davlatdan ta'ma qilib umid qildi-da, rozi bo'ldi. Unga maslahat bergan ayonlar, kiborlarning ichida faqat bitta Zurvayn ismli kishigina bu fikrdan qaytardi. Amr bu ishni qilmagan. O'zini akasini o'ldirgan odamni bir musibat, g'am egallaydi dedi. Lekin Amr mulkdan umidvor bo'lgani uchun gapga quloq solmadi. Shunda Zurvayn bir qog'ozni olib, ozgina xat yozdida, yopib turib, muhrlab Amrga berdi. Agar bu gapimni olmaydigan bo'lsang, haqiqatan akani o'ldirmoqchi bo'lsang, mana xatni ol, senga omonat bir yerga qo'yib qo'y, turib tursin. So'raganimda shu xatni chiqarib berasan dedi. Amr akasi Hasson g'aflatda turganida xanjar bilan akasini o'ldirdi, mulkni unga berishdi. Fors bilan urushmasdan qaytishdi. Mana shu akasini o'ldirganligi, akasini qotilligi tufayli unga bir g'am, g'ussa yetdi. Qayg'uga botdi. Shunday bir dardga, musibatga uchradiki, uxlay olmay qoldi. Har xil yo'llarni qilib ko'rdi, lekin bu narsani birortasi unga foyda bermadi. Munajjimlarni, kohinlarni, folbinlarni, tabiblarni chaqirdi. Ular hammasi yig'ilishib, eshitib, unga shunday maslahat berishdi. Bu sen akang o'ldirgan tufayli yetgan musibat senga. Endi nima maslahat berasizlar dedi? Senga akangni o'ldirishlikka maslahat bergan hammasini o'ldirasan dedi. Qilaman dedi, hammasini bir chekkadan qatl qildi. Endi qatl qilinishlik navbati boyaga xatni yozib bergan Zurvaynga kelganida, "Ey Amr dedi, meni o'ldirishingdan oldin men senga omonat xat qo'yganman" dedi.
Shu xatni chiqargan dedi. Xatni chiqardi, ochib o'qidi. Xatda nima yozuv bor edi? Unda quyidagi ma'nodagi bir bayt bor edi. Uyqusini bedorlikka almashtirgan emas, balki xotirjam ko'zi uyquga ketgan kishi haqiqiy baxtlidir. Ahli Yaman xiyonat qildi, lekin bu maktub Zuroyinga uzrdir. Ya'ni men senga aytganman, o'zini dunyosini deb akasini o'ldirdi. Haqiqiy baxtli, saodatli odam, mol mulki, saltanati ko'p bo'lgan kishi emas, xotirjam ko'zini yumib uyquga ketgan kishi. Men senga aytganman o'ldirmakin edi. Ahli Yaman senga xiyonat qildi, lekin mana shu maktubni burun yozganman senga deganda, mana shu maktub Zuroyinni tirik qolishligiga sabab bo'ldi. Va ja'alna nawbakum subata. Mana Alloh taoloning ne'matlarini sanasak tugata olmaymiz. O'ylab ko'raylik. Bizga ko'zimizga uyquni kim beradi? Bizni kim uyg'otadi? Hech o'ylab ko'rganmizmi? Ba'zida betob bo'lganingizda, bemor bo'lganingizda uyqus qochadi-da, shunaqa ham uzun bo'ladimi tuni deysiz. Tishingiz og'rigan kunda tunda eslang-da. Yaxshi ko'rgan bolangiz ham, yaxshi ko'rgan ayolingiz ham bemalol pishillab uxlayapti, sizga uyqu kelmayapti. Biz kamchilik, nuqson, yetishmovchilikni gapiraveramiz. Birodarlar, bir piyola suvni ichib, badanimizga tarqab, yana bemalol uni chiqarib olayotganligimiz ne'mat emasmi? Yotib, bugun uxla olammikinman, uxla olmasmikinman degan g'am bo'ladimi bizda? Yo'q, to'shakka yetib olsak bo'ldi. Boshni qo'ydik, ketamiz. Bu shunaqa ne'matki, Alloh taolo olib qo'yganlar biladi bu ne'matning qadrini. Amr mana shunday qilib taxtda qoldi. Amr vafot etdi. Vafot etgandan keyin uning bobolaridan bo'lgan Robiyat ibn Nasrning zurriyoti podshohligini talashib, Yamanni firqa-firqaga bo'lib tashashdi. Bu firqalar bir-biri bilan urushib, janjallashib, siyosiy barqarorlik yuzaga keldi. Mana shunday boshalaman vaqtda o'zi asli qaroqchi bo'lgan, nohata habis bo'lgan Luhunaya ismli kishi o'zini qaroqchi to'pi bilan Yamanning poytaxtiga kirdi, bostirib qal'ani egalladi, qasrni, mulkini egadori bo'lib chiqdi. Endi Yamanni qaroqchi boshqaryapti. Nohata habis odam edi. Xalq uni yomon ko'rar edi. Xullas, uzoq tarix, xulosasi ana shu Robiyat ibn Nasrning zurriyotidan bo'lgan Zunuvos ismli kishi Luhunayani yolg'iz paytini poylab, kirib xanjar bilan uni qatl qildi. Yana mulk Robiyat ibn Nasrning farzandlarining qo'liga o'tdi. Bu Yamanga yahudiylarning kirishlik tarixi bo'ldi. Endi Yamanga nasroniylarning kirib kelishligi haqida. Yamanni Zunuvos boshqaradi. Ana shu vaqtda Najronda bir kichkina voqea sodir bo'ldi. Ana aytganmiz, Najronliklar nasroniy dinida bo'lgan. Yamanliklar bir qismi nasroniy, bir qismi yahudiyliklar bo'lgan. Qanday bo'ldi? Shuni tarixini gaplashyapmiz. Nasroniylarning orasida toifalar bor. Nasroniylarda ba'zilari Iso Allohning o'g'li deydi. Shunday toifalar borki, muvahhidlari bor. Unitarians der ekan ular tilida. Ya'ni Allohni yakka deb biluvchilar. Isoni Allohning payg'ambari deb ishonadi. Bular hozirgi kunda ham bor ular. Hatto bir ozchilik bular. Shomlik nasroniy kishilardan biri, muvahhidlardan, Allohni bitta deydigan kishilardan bir rohib Afrika o'lkalarida yurib, odamlarni nasroniylikka da'vat qilib yuradi. Afrika xalqlari bir-biridan urushar ekan, yo'lda ketayotganda uni asir qilib, Najronlik bir kishiga qul qilib sotib olishadi. Endi mana shu rohib Najronga keldi. Uning ismi Fimion edi. Fimion qulga aylandi. Najronlik saydining xizmatini qiladi, kechki paytda ibodat bilan ovora bo'ladi. Kunlarda birida xo'jayini Fimionni yotadigan xonasiga kirsa, Fimion hatto bir ibodatlik, Alloh tomonidan bir kalomat olgan kishilardan edi. Fimion ibodat qilib turar edi, atrofida nur bor edi. Sayyidi uni ko'rib turib, sen kimsan? Qanaqa dindasan? Dini nima deganda unga nasroniylikni, tavhidni tushuntirib berdi. Sayyidi nasroniylik diniga o'tmoqchi bo'ldi, lekin o'zini qavmini o'ylab turib, ikkilanib turganida Fimion aytdiki, agar dedi, meni ilohim dedi.
seni sig'inadigan ilohingdan g'olib bo'lsa, yengsa, meni ilohimga sig'inasanmi dedi. Najron ahli qiladigan ibodatlardan yana bittasi daraxtga sig'inishar. Ha dedi. Agar seni ilohing meni ilohimdan kuchli bo'lsa, men seni ilohingga sig'inaman. Buyur odamlar to'pladi. To'planishdi. Ana shu o'zlari ibodat qiladigan joyga Najron ahli va Fimiyon to'plandi. Allohga duo, iltijo, tavba tazarru qilib qattiq duo qilib so'radi, Alloh ijobat qildi duosini. Osmondan bir chaqmoq tushdi, daraxtni kuydirib tashladi. Najron ahli nasroniylikka o'tdi. Najronlik kishilardan Abdulloh ibn Samir va uning hamrohlari Yamanga borib yashadilar. Yamanda qaysi din ishlayapti shunda? Yahudilik dini. Yahudiylardan qo'rqqanligi uchun bu nasroniy kishilar nohata bir maxfiy suratda berkinib ibodat qilishar edi. Yamanda o'sha paytda kim podsho edi? Zunuvos. Amr ibn Luhanayani o'ldirgan, Robiyat ibn Nasrda zurriyatdan bo'lgan Zunuvos Yahudiylik dinida shirki ham bor uning ichida. Podshoh Zunuvos sehrgarlarni ishlatar edi. Endi ashobul uhdud boshlanadi. Chuqur egalari. Was-samai zatil buruj wal yawmil maw'ud qissasi boshlanadi. Zunuvos sehrgarlarni ishlatar edi. O'zini katta bir sehrgari qarib qolganida, undan sehrni o'rganishligi uchun ana shu o'zini xalqidan bo'lgan nohata bir zirik, o'tkir zehnli bir yigitni unga sehrgarlikka, shogirdlikka tayinladi. Bu yigit sehrgarning uyiga har kuni borib, undan sehrni ta'lim olardi. Sehrgar baland tog' ustida yashardi. Boyaga biz aytgan Najrondan kelgan rohiblardan bittasi shu yigitni yo'lida uy qurib yashar edi. Kunlarda birida sehrni o'rgangani ana shu sehrgarni uyiga ketayotganda bu rohibni qilayotgan ibodati quloqiga chalinib qoldi, kirdi, eshitdi, nasroniy diniga o'tdi. Ya'ni shu paytda Iso alayhisolamning ta'limotini tarqatayotgan kishilar haqda bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam kelgunga qadar. Uni ta'limotidan ta'sirlandi, nasroniy diniga o'tdi. Bir kun sehrgarga borardi, bir kun bunga kelardi. Xolos, sehrni karih ko'rganidan keyin umuman sehrgarning oldiga bormay qo'ydi. Sehrgar podshohga shikoyat qilganida, podshoh yigitni chaqirdi-da, uni so'roq savolga tutdi. Kunlardan birida yigit ana shu rohibning oldidan kelar ekan, yo'lda katta bir bahaybat hayvon Bidoy va Nihoyada keltirilgan. Bidoy Nihoyada, Tabariyda, Ibn Kasirda, boshqa kitoblarda, mo'tabar kitoblarda keltirilgan ma'lumotlar. Shu katta hayvonni jildirishlikka odamlar toqati, quvvat yetmay turganida yigit aytdiki, mana bugun dedi, rohibning ishi to'g'riroqmi, sehrgarning ishi to'g'riroqmi shuni bilamiz dedi. Qo'liga bitta toshni oldi. Parvardigor dedi. Agar senga sehrgarning ishidan ko'ra rohibning ishi ko'proq ma'qul bo'lsa, shu hayvonni bizdan nari qilgin deb toshni otdi, hali hayvon o'ldi. Zunuvosni yonidagi vazirlardan bittasi ko'r bo'lib qoladi. Bu yigit Alloh tomonidan bir karomat oladi. Pes, ko'r, kar odamlarni davolab yuradi. Rohib oldiga kelib, mana bunday toshni otganida bunday bo'ldi deb xabarni berganida bolam dedi. Bugun sen mendan ko'ra Allohga yaqinroq bo'lsan dedi. Endi ehtiyot bo'lgin, senga Allohning bir sinovi keladi. Senga imtihon keladi dedi. Haligi podshohning vaziri, ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan vazir bu yigit ko'rlarni, karlarni, peslarni davolayotganini eshitib, juda katta hadiyalar bilan uni oldiga borib turib, agar meni ko'zimni qaytarib bersang, seni sehring shunday kuchli ekanki, peslarni, ko'rlarni davolayapsan ekan. Men senga mana shu hadiyalarni beraman dedi. U yigit aytdi, men davolamayman dedi. Alloh davolaydi dedi. Alloh kim dedi? Meni va seni Robbing dedi. Xolos unga tavhidga chaqirdi uni, tavhidga chaqirdi. U musulmon bo'ldi. Alloh uni ko'zini qaytarib berdi. Zunvoz bundan bexabar, vazir ko'zi ochilgan holatda kelganida, seni ko'zingni kim qaytarib berdi? Dedi, Robbim dedi. Seni hali mendan boshqa Robbing bormi dedi. Azobladi, yigitga dalolat qildi. Yigitni hisob-kitob qildi, rohibga bordi. Rohibni akala azoblab dinidan qaytarmoqchi bo'lganida bosh tortdi, boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashashdi.
Vazirni olib kelib dindan fitnalantirdi, dindan qaytmadi. Boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashladi, dindan qaytmadi. So'ngra yigitni so'roq savol qilishlik boshlandi. Yigitni dindan qaytarmoqchi bo'lganda qaytmadi, buni olib borib dengizga cho'ktirib tashlaylar. Zunuvos. Kemaga solib dengizning o'rtasiga borishganida dengiz to'lqinlanib, shamol bo'lib, kema to'ntarildi. Yigitdan boshqa hamma askarlar o'ldi. Yigit omon qoldi. Zunuvos uni ko'rib turib, toqqa olib chiqib tashlab olinglar pastga bo'lmasam dedi. Toqqa olib chiqishdi. Endi askarlar uni uloqtirmoqchi bo'lganda yerga toq titradi. Askarlar hammasi quladi, yigit tirik qoldi. Xullas, har chorani qilib ko'rdi, yigitni o'ldira olmadi. Shunda Zunuvosga agar meni o'ldirmoqchi bo'lsang dedi. Meni o'ldira olmaysan dedi. Agar o'ldirmoqchi bo'lsang dedi, men aytganlarni qil dedi. Odamlarni to'pla. Meni daraxtga ilib qo'y. O'zimni kamonimni olib turib, yigitning Robbisi Allohning nomi bilan deb ot, shunda meni o'ldirasan dedi. Podshoh Zunuvos xuddi yigit aytgandek odamlarni to'pladi, daraxtga ildi, bismillahi robbil g'ulam deb otdi. Hali bola tegdi, shu yerda shahid bo'ldi. Buni ko'rib turgan qavm albatta bundan ta'sirlandi. Shu Zunuvos shunday bir quvvati bilan, askarlari bilan, javorati bilan bitta yigitni o'ldirishiga qodir bo'lmadi, faqat shu yigitni Robbisi izn bergandan keyin, Robbisini nomi bilan otgandan keyin bo'ldi dedi. Da'vatni hammaga qildi shu yerda. Shu kuni Yaman ahlidan 20 ming kishi nasroniy diniga o'tdi. Bu yigit da'vat yo'lida shahid bo'ldi. Zunuvos uning hukmidan chiqib, qanday qilib nasroniylikka kirib ketasizlar deb qattiq g'azab qildi, katta uhdudlarni kavlashlikka buyurdi. Uhdud juda bir katta chuqurlar. Chuqurlarni kavladi, ichiga o'tinlarni to'lg'izdi, o'tni baland qilib yoqib turib, ana shu iymon keltirgan 20 ming odamni olib kelib, agar dininglardan qaytmasanglar, sizlarni o'tga uloqtiraman dedi. Lekin hech kim haqdan qaytishlikka rozi bo'lmadi. Iymonsiz yashagandan ko'ra iymoning yo'lida shahid bo'lishida hammasi afzal deb bildi. Bitta uloqtirildi ular. Ana shu uloqtirilayotganlarning orasida bir ayol kishi bor edi. Qo'lida jijisi bor edi. Emizikli go'dak bolasi bor edi. Haligi ayol chuqurning chekkasiga kelib, jinni orqaga chekingandek, taraddudga tushgandek bo'lganida Alloh taoloning mo'jizasi yuz berdi. Yo'rgaydagi bola aytdi, "Ey onajon" dedi. "Qo'rqmang" dedi. "Yuring" dedi. "Chuqurga o'zingizni tashlang, chunki siz haq ustidadirsiz" dedi. Imom Muslim rivoyati. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu mu'minlarni jasadlari sharhida keladi bu oyatlarda. O'tga yetmasdan turib o'zini huzuriga ko'tardi ularni. Bu o't musulmonlarning jussalarini kuydirishligidan orqalab, shu chuqurda atrofda turgan kofirlarni hammasini kuydirib tashladi. Bu qissani Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirgan hadislarida bayon qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni nozil qildi. Butun boshlik sura mana shular haqida bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Was-samaa'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Burjlar egasi bo'lmish osmonga qasam, va'da qilinmish qiyomat kuniga qasam, guvoh bo'lguvchi va guvoh bo'linguvchiga qasamki, o'tinli olov choh egalari la'nat qilingaylar. O'shanda ular chohning ustida o'tirib olgan va mu'minlarga qilayotgan ishlariga o'zlari guvoh bo'lgan edilar. Ular mu'minlardan faqat u mu'minlar qudrat va maqtov egasi bo'lgan Allohga, osmonlar va yerning podshohligi o'ziniki bo'lgan zotga iymon keltirganlari uchungina o'ch oldilar. Alloh barcha narsaga guvohdir. Mulkni talashmadi, mol dunyosini talashmadi, uni mulkiga hech kim da'vogarlik qilmadi. Allohni bitta deb iymon keltirib qo'yganligi uchun ulardan o'ch olindi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir rohmanir rohim. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hayotini, siyratlarini o'rganishda davom etamiz. O'tgan darsimizda Yamanga nasroniy dinini kirib kelishi haqida suhbat qilgan bo'ldik. Inshaalloh bugungi darsimiz Yamanga Habashlarning kirib kelishi haqida bo'ladi. Zunuvos Yaman ahlidan nasroniy diniga kirganlardan 20 mingtasini chohlarni, hududlarni qazib, ularni hammasini kuydirib halok qildi. Mana shu 20 ming kishidan bir kishi omon qoldi. Davs Zu Sa'laban ismli kishi qochib omonlikka yetdi. U qutulib qolganidan keyin o'zini birodarlarini mana shunday qatl qilganligi uchun Zunuvosdan qasos olishlik yo'llari haqida fikr qilar edi. Qanday qilib Zunuvosdan qasos olishligi mumkin? Yolg'iz inson. Uni aqli Qaysarning oldiga borishlikka yo'l ko'rsatdi. Qaysar dunyodagi eng katta podshoning bittasi. U ham nasroniy dinida. Uzoq masofa yo'l bosdi. Qaysarning oldiga yetib keldi. Mana Rumning podshohlarini Qaysar deb atashardi. Mana avvalgi darslarimizda aytganmiz. Davs Zu Sa'laban Qaysarning oldiga bordi. Uning diniga, nasroniy diniga kirgan 20 ming kishini Zunuvos qanday qatl qilganligini aytib berdi. Qaysar dindor odam edi. Juda bir qattiq g'azablandi. So'ngra Davs Zu Sa'laban